Assalomu alaykum, Alloh barakatuh akalar. Sizlarni Anzur Avto Brau Trading. Inshaalloh bizga shunaqa Ninja mototsiklimiz kirib qoldi. 650 kubda. 2017-yilga. Ko'rib o'tganlar ham bo'ladi nomerini. Men pastda qilinadigan yengil ishi bor ekan. Bunaqa sinib ketmagan. Chiroyli qilib olsanglar bo'ladi. Anaqa joylarda ozgina treshinalar bor ekan. Juda ham yaxshi sostoyaniyada ekan. Koreyadagi narxi $2800 deyapti. 2700 dollar deyapti narxini. Juda ham yaxshi holda motorlar ishlayapti. Ko'rib turganlarda. Orqa bog'lar shunaqa katta bo'ladi. Oldiga qaraganda oldilari uni kichikroq olib ketadi.